Chista yaponskiy bo'lsin deganlar uchun Toyota Corolla'ni 2014-yilni narxi juda ham shikolat variantda topib qo'ydik. Juda ko'pchilik telefon qiladi, Rossiyada shunaqa mashina haydaganman, topib beringlar deydi. Chunki qanaqadir Rossiyada bu mashinani minuvchilar juda ham ko'p ekan. Menimcha O'zbekistonda ham sekin-asta ko'payib boryapti. Sababi bu juda ham yumshoq mashina hisoblanadi. Mashinamiz aytganda 2014-yili 145 ming kilometr yurgan. Kraskalari top-toza dedilar, faqat mana shu joyida past tomonda sepilgan joyi bor, lekin ichiga o'tmagan deyaptilar. O'zingiz uchun bemalol ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi. Bu Corolla'mizni o'rindiqlari elektropaket, Eco Sport rejimlari bor. Rasxoti juda ham kichkina bo'ladi. 7 ta 7,5 ta rasxot qiladi. Multirollargacha bor, avtomat korobka. Bunaqa yaponskiy Corolla'larni bunaqa narxda topa olmaysiz. Agar o'ylab turgan narxingizdan arzonroq aytadigan bo'lsam, bitta like bosib qo'yasiz. Corolla dunyoda eng ko'p ishlab chiqarilgan mashinalardan bittasi hisoblanadi. Dinamarka Namangan uchun egalari bilan talashib, tortishib bu Corollaning narxini 13.900 ga kelishib qo'ydik. Bemalol bosib olsangiz bo'ladi. Juda ham yumshoq va ekonomik mashinalardan bittasi. Mashinamizda beskulchovoy dostuplari bor, tonirovka ruxsatnomalari yozgacha bor, to'la shumka qilib qo'yilgan. Undan tashqari bagajini ko'rishingiz mumkin. Bagaji mashinamiz juda ham keng, har qancha yukka joylab olsangiz bo'laveradi.